Assalomu alaykum. Bugun biz yer teoremasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni kvadrat tenglamalar uchun. Bizga ana bu kvadrat tenglama berilgan bo'lsin. Bu yerda x1 plus x2 minus b ga x1 ko'paygan x2 qga teng bo'ladi. Bu yerda x1 va x2lar mana bu kvadrat tenglamaning yechimlari. Endi bu bizga nimani beradi? Agar p va qlar butun sonlar bo'lsa, x1 va x2 ni topishni bir muncha osonlashtirishi mumkin. Masalan, mana bunday masalalarda x kvadrat plus 3x plus 2 teng 0. Demak, bu yerdan x1 plus x2 minus 3 ga teng. x1 ko'paygan x2 2 ga teng ekan. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, x1 va x2 ning yig'indisi minus 3, x1 ko'paygan x2 ning ko'paytmasi 2 ga teng bo'lsa, demak bu x1 ham x2 ham albatta manfiy sonlar ekanligini bildiradi. Sabab ularning yig'indisi manfiy, ko'paytmasi musbat. Ikkita ko'paytma qachon musbat bo'ladi? Qachonki ikkalasi ham manfiy yoki ikkalasi ham musbat bo'lsa. Demak, bu yerdan x1imiz minus 2 ga, x2imiz esa minus 1 ga teng deb bemalol ayta olamiz. O'z-o'zidan haqiqatan ham kvadrat tenglamani bu yechimlar qanoatlantiradi. Shunga o'xshash ko'p masalalarni keltirsa bo'ladi. Masalan, x kvadrat minus 5x plus 6 teng 0. Demak, x1 plus x2 5 ga teng, x1 plus x1 ko'paygan x2 esa 6 ga teng. Demak, bu qachon ro'y bo'ladi? 6 degan son qaysi ko'paytmalardan iborat? 2 va 3, 6 va 1. Endi x1 bilan x2 2 va 3 bo'lsa, o'z-o'zidan yig'indisi 5 bo'ladi, ko'paytmasi esa 6 bo'ladi. Mana bu holatda esa yig'indisi 6 dan oshib ketadi, ya'ni 7 bo'lib ketadi. Demak, javob mana bu. x1 teng 2 ga teng, x2 esa 3 ga teng ekan. Endi ma'lum bir masalalarda kvadrat tenglamaning oldidagi koeffitsient, ya'ni x kvadratning oldidagi koeffitsient 1 emas, 1 dan boshqa son bo'lib qolishi mumkin. Masalan, 2x kvadrat plus 3x plus 1 teng 0. Bu holatda tenglamani qanday yechamiz? Bu holatda v teoremasini qo'ysak bo'ladi, lekin x1 va x2 ning yig'indisi va ko'paytmalari kasra sonlar kelib qoladi. Uni esa biz kasra sonlarda ko'paytuvchilarga ajratganda ancha qiyinchiliklarga duch kelamiz. Bu qiyinchilikka duch kelmaslik uchun buni mana bunday yechishimiz bo'ladi. Y kvadrat plus 3y. Endi mana bu 1 ni mana bu 2 ga ko'paytirib yuboraman. Mana tenglamada bu yerda x kvadrat edi, bu yerda uni y kvadrat bilan almashtirdim. Bu yerda 3x edi, bu yerda 3y bilan qoldi. Demak, plus 2 teng 0. Demak, endi bu yerda y1 plus y2 minus 3 ga, y1 ko'paygan y2 2 ga tengligidan y1 teng minus 2 ga, y2 teng minus 1 ga teng bo'ladi. Endi x nimaga teng bo'ladi? x1imiz barobar y1 bo'lingan qaysi songa ko'paytirgandik 1 ni? 2 ga. Demak, 2 ga bo'laman. Demak, minus 1 ekan. x2 nechaga teng ekan? y2 ni 2 ga bo'laman. Yana shu songa-da natijada minus 1 taqsim 2. Demak, menda mana ikkita yechim
paydo bo'ldi. Bu mana bu tenglamani qanoatlantiradi. Ya'ni nima qilamiz? Kvadratning oldidagi koeffitsiyentni ozoq songa ko'paytirib, 7 terimasiga tushirib yechaveramiz. Endi buni qanday izohlaymiz? Mana bizga tenglama berilgan bo'lsin. Ax umumiy ko'rinishda ax kvadrat plus bx plus c teng 0. Endi buni men mana bu holatga keltiryapman axir. Y kvadrat plus by plus a teng 0. Demak, bu ikki tenglama mana bu tenglamani qanday hosil qildim? Aslida bu juda ham oson. Mana bu birinchi tenglamani to'laligicha har bir xatini a ga ko'paytirib yuboraman. Yuborsak, demak a kvadrat x kvadrat plus bax plus a teng 0. Endi a ko'paygan x ni y bilan almashtiraman. Natijada y kvadrat plus by plus a teng 0 degan mana bu tenglama hosil bo'ladi. O'z-o'zidan shu yerda y ni topgandan keyin x ni qanday topamiz desak, mana bu yerdan x ni topish uchun y ni nimaga? A ga bo'lib yuborish kerak bo'ladi. Biz ham oldingi masalada xuddi shunday yechdik. E'tiboringiz uchun rahmat.